Uyingizda 2 dona kartoshka va ozgina sir bo'lsa, tashlab yuborishga shoshilmang. Men sizga sirli koptokchalar tayyorlashning eng ideal va oson usulini o'rgataman. Shu retsept asosida farzandlaringizga bemalol maktabga olib ketishi uchun ham tayyorlab bersanglar bo'ladi. Kartoshkalarimizni qaynab turgan suvda tuz solib yaxshilab pishirib olamiz. Suvni to'kib, issig'ida ozgina sariyog' solib, pyure holiga keltiramiz. 2 osh qoshiq kukuruz kraxmali va 1 piyola un solib aralashtiramiz. Farzandlarim sirli koptokchalarni sirini cho'zilishiga ishqiboz bo'lgani uchun men aynan Pure Milky brendining Gouda pishloqlaridan foydalandim. Chunki aynan Pure Milky pishloqlari ideal darajada cho'zilib beradi. Qo'limizni ozgina yog'lab, 1 qoshiq massadan qo'limizga sovolamiz. O'rtasini ochib, ichiga 1 bo'lak sir solamiz va videoda ko'rsatilgandek qilib yopib chiqamiz. Shariklarimizni yasab olganimizdan keyin qizib turgan yog'ga solib, juda baland bo'lmagan o'rta olovda qizartirib pishirib olamiz. Faqat e'tiborli bo'ling, tagiga olmaydigan qozon yoki skоворodkadan foydalaning. Bu sirli koptokchalarni tayyorlashga yarim soat ham vaqtim ketmadi. Siz ham albatta tayyorlab ko'ring. Video yoqqan bo'lsa, like bosib, kommentariyada o'zingiz fikringizni qoldiring. Va aytgancha kreativniy retseptlardan qolib ketmaslik uchun menga obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Videoni esa sirni yaxshi ko'radigan tanishingizga jo'natib qo'ying.